Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda uyimizda tok o'chib qolsa nima qilish kerak yoqish uchun tokni. Birinchi navbatda o'zimizni o'chirchigimizda balansida puli bormi, yo'qmi shuni tekshiramiz. Buning uchun xohlagan bank ilovalari yoki ClickPaynet shulardan tekshirishingiz mumkin. To'lovlar bo'limiga o'tganimizdan keyin bu yerdan elektr energiyasini tanlaymiz. Birinchisiga regionni tanlaymiz. Ikkinchisi o'zingizni shahar tumaningizni tanlaysiz. Mana bu yerda topasiz qayerdan bo'lsa. Xo'sh, biz elektr energiyasini tanladik. Bu yerda endi hisob raqamimizni kiritamiz bu joyga. Davom etishga bosamiz. Bu yerga summani kiritamiz. Masalan, 500 so'm yozdim. Davom etishga bosamiz. Bu yerdan ma'lumotlarni ko'rishga bosamiz. Xo'sh, bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Slado bu balans. 77 ming so'm pul bor ekan. Mana bu yerda oxirgi to'lov 1000 so'm to'lov qilingan. Shuni ham ko'rishingiz mumkin bu joydan. Xullas, balansimizda pulimiz bor. Shunda ham tokimiz yonmayapti. Endi nima qilamiz? Togimiz nima uchun o'chib qolgan? Shuni yoqish uchun bizlar operatorga telefon qilamiz. Qisqa raqam 1154. Mana do'stlar, bu joyda xavfsizlik maqsadida operator ovozi video yozib olayotgan paytim eshitilmadi. Shuning uchun o'zim nima bo'lganini gapirib beraman. Bu yerda bog'lanish uchun kutasiz, o'zi aytadi. O'zbek tilini tanlash uchun birda bosing deydi. Klavish degan joydan birda bosasiz, keyin yana ozroq kutasiz, gapiradi. Operator bilan bog'lanish uchun deydi, 0 raqamini bosing deydi. 0 da bosasiz, keyin operator bilan bog'lanish uchun masalan 3 ta odam qoldi, 4 ta odam qoldi deyish mumkin yoki sirazi bog'laydi. Agar bitta odam qolgan bo'lsa, ozroq kutasiz, sirazi bog'laydi. Keyin bemalol o'chiruvchingizni kodini aytib, hisob raqamni vaqtida ma'lumot olishingiz mumkin. Keyin hozir menga aytdiki, bular bizlar o'chiruvchiga zaявка yubordik, yonib qoladi deyapti, kuting deyapti. Agar shunda ham yonmasa, o'zingiz shahar tumaningizdagi elektr setga borasiz, aytasiz bo'lgan muammolarni. Togim yonmayapti deysiz. Ular o'zlari yoqib berib ketishadi. Kompyuter obkulatani o'chiruvchiga qaratib yoqib berib ketishadi o'zi. Unchalik ko'p vaqt olmaydi. Do'stlar, sizlar uchun shu videoni tayyorladim. Agar videom yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videolarimiz chiqishida katta yordam bergan bo'lasiz. Aktiv, yaxshi, zo'r bo'lsa, men bundan ham foydali videolar chiqaraman.